Jigarlar, bunaqasi bo'lmagan. 20 sotix hovlimiz, 6 xona binosi hamda 3 ta podval plus oshxonasi bilan birgalikda $70,000 ga. Shu videoni oxirigacha ko'rib, shu videoga bittadan like bosib, pastiga akamizga telefon qilib turib, tezroq aloqaga chiqmasanglar, joyimiz sotilib ketishi mumkin. Qaranglar, asosiy darvozxonadan kirganda darvozxona hovlimizni ko'rib turibsiz, chiroylikgina holatda turibdi. Olib turib, o'zingiz xohishingizda bitta travertin alishtirib, uy ichini bitta asfalt qilib yuborsangiz bo'ldi. Lekin hozirgi paytda xonadon egalari yashayapti. Ko'rib turganingizdek, kattagina cho'kka mana shu hovlimiz 20 sotixdan iborat. Inshaalloh sotib oladigan bo'lsangiz, mazza qilib baraka topib yashayverasiz. Pastroqda sanuzullarga ega bo'pti, yon tarafda oshxonalari ham bor va hamda bu hovlimizning yon tarafida chiroylikgina bitta turgan molxonasini ko'rib turibsiz. 20 ta 30 taga yaqin mollar ham bemalol ketar ekan. Suv, svet, gazdan hech qanaqa muammogarchiligi yo'q. Mahallani ko'rib turibsiz, tinch mahalla. Общий hisobda mana shu hovlimizga startivi $70,000 so'ralyapti. Kelishtirib beraman deyaptilar. Akamiz tushunadigan yaxshi inson ekanlar. Telefon qilinglar, tezroqda gaplashib ko'ringlar. 12 sotuv kadastr bo'yicha ofitsialniy. 12 sotuvdan tashqari qolgan 8 sotig'i esa zaxvat bo'lyapti, qadrdonlar. Pastdagi nomerga telefon qilib, yana ham ko'proq ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Orientir Krasnogorskiyda joylashgan. Yana aniqroq ma'lumot, lokatsiya kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qiling, lokatsiyani olib tezroq yetib keling.